Ayoz aka, assalomu alaykum. Mana aka, olib kelib просто o'rnatib qo'ydik. Mana hozir tiqdim. Mana katta akkumulyatorda. Mana ventilyatori, sirkulyatsionni nasossi, mana da 2-3 ta lampochka bor ko'chada. Shular bilan hozir 7 soat ishladi. Men manni 3 soat qo'shib qo'ydim. Напряжение berib ishlatuvdim. Agar bu o'zini holatida 50-60 ga qo'yib o'zi o'chib yongan holatda ishlasa-ki 10 soatdan oshiq ishlar ekan. Rahmat aka, tan joningiz sog' bo'lsin. Men roziman, zo'r. Buni endi bilmadim bu. Menimcha o'zini holatida 60 ga olib chiqib o'chib yonsa 12 soat ham ishlasa kerak. Men xudo xolisa yana bitta test qilib ko'raman. Hozir mana 7 soat ishladi. Men просто zaryadga tiqib qo'ydim, uxlayman deb. Atak bu shusa dальше bu 12 soat ham ishlasa kerak deb o'ylayapman.